Assalomu alaykum, qadrdon namozxon muxlis. Hurmatli aka-uka, opa-singillarim, omonmisizlar? Sizlarni Oyna jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 14-noyabrga namoz vaqtlari hamda valyuta kurslari bilan tanishmoqdasizlar. Mana bu namoz jadvalini boshlanishi va bu jadvaldan so'ng valyuta kurslarini ko'rsatib boramiz. Undan so'ng yana namoz jadvallarini davomini ko'rasizlar. Mana azizlar, erta 14-noyabrga valyuta kurslari, ertaga valyuta kurslari ko'tarilgan. Mana yashil strilkani ko'ryapsizlar. Har bir mana AQSh dollari, yevro, mana funt nimalar hammasi ko'rsatilgan. Undan tashqari yana undan keyin mana Rossiya rubli ko'rsatilgan, Xitoy puli ko'rsatilgan, Yapon puli ko'rsatilgan, qozoq tengasi ko'rsatilgan, hammasi ko'rsatilgan azizlar. Videolarni oxirigacha ko'ramiz va azizlar maksimalni like deb bosamiz. Yaqinlarga politsiya qilamiz azizlar. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, faqat 2 minutgina vaqtingiz ketadi azizlar. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ramiz. 10 minut, 10 sekund, 20 sekund, 50 sekund emas. Oxirigacha ko'ramiz, like bosamiz va maksimal tarqatamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Mana azizlar, jadvalning davomini ko'ryapsizlar. Sizlarga va'da qilganimdek, jadvalni mana bu davomi. Bizni videolarimizni 10 mingdan oshiq odamlar ko'rishadi-yu, lekin like 1000 taga yetmayapti azizlar. Like bosish tekin. Sizdan pul ketmaydi like uchun, bizga pul kelmaydi like uchun. Like efir ko'pchilikka, video ko'pchilikka yetib borishiga sabab bo'ladi xolos. Qani ko'ramiz qancha odam like bosar ekan. Baxillik qilmaymiz like bosishga azizlar. Kommentariyaga iliq so'zlarimizni yozib qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.